Xitoy Kommunist hokimiyatining 2017-yili Sharq Turkistonda yo'lga qo'ygan keng ko'lamli yig'ilish lagerlari va irqiy qirg'inchilik sababidan cho'ng shaharlarda Uyg'urlarning nufusi ozlab ketgan. Uyg'urlar yashaydigan yezi qishloqlar bo'lsa, dunyo matbuotlarining diqqatidan yiroq qolgan edi. Yaqinda Fransiya axborot agentligining muxbiri rayonni ziyorat qilgan bo'lib, Sharq Turkiston yezilaridagi ta'sirot haqida so'z qildi. Ma'lum bo'lishicha, cho'ng tutqunda g'oyib bo'lgan kishilarning uylari egichaqsiz qolgan va qulflangan. Ba'zilari bo'lsa chiqish oldida turgan. Yezi kentlardagi Uyg'urlar muxbirlarning savoliga javob berishdan va rasmiy tushishdan o'zini ep qochgan. Xitoy bo'lsa, har vaqt tutqun qilinuvchilarning kimligini maxfiy tutib keldi. Amerika qatorliq g'arb davlatlari Xitoyni Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik qilish bilan ayblagan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bo'lsa buning insoniyatga qarshi jinoyat shakllantiradiganligini aytgan edi. 20 davlat guruhining rahbarlari boshliqlar yig'ini uchun Dehlida ko'rishayotganda Sharq Turkiston surgun hukumati nomli tashkilot tunugun bayonot e'lon qilib, dunyo rahbarlarini Uyg'ur qirg'inchiligiga qarshi tadbir qo'llanishga chaqirdi. Bayonotda yig'inga qatnashayotgan davlat rahbarlarining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatishda axloqiy va jo'grafiyalik siyosat nuqtasidan harakat qo'llanish majburiyati borligi ta'kidlandi. Xitoyning davlat ma'murlarining iPhone ishlatishini cheklashi iPhone bilan munosabatli barliq shirkatlarga passiv ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ma'lum bo'lganidek, Beijingning bu qarori Amerikaning Xitoy texnik shirkati Huawei va ijtimoiy aloqa supsi TikTok'ga qo'ygan cheklimlardan keyin o'tirg'a qo'yilgan. Egilinishcha, Alma shirkati aqliy iqtidorli telefonlarning zo'r bir qismini hududgar shirkatlar orqali Xitoyda ishlab chiqargan bo'lib, shirkatning 19% kirimi Xitoydagi ishlab chiqarishdan keladi ekan. Hindistonning poytaxti Yangi Dehlida o'tkazilgan G20 boshliqlar yig'inida Hindiston, O'rta Sharq va Yevropani bir-biriga bog'laydigan Hindiston O'rta Sharq Yevropa iqtisodiy koridori qurilishi uchun tushunish aslatmasi imzolandi. Bu qurilish Xitoyning tarixiy Ipak yo'lini jonlantirish nomi bilan o'tirg'a qo'ygan bir balvoq bir yo'l qurilishiga qarshi bir tashabbus deb qaraldi. Xabar qilinishicha, G20 boshliqlar yig'ini doirasida o'tkazilgan ul aslaha va mablag' sheriklari uchrashuvida Hindistonni O'rta Sharq va Yevropaga tutashtirgan davlat halqan temir yo'l va dengiz turi bo'lgan Hindiston O'rta Sharq Yevropa iqtisodiy koridori tanishtirildi. Amerika prezidenti Bayden bu qurilishning ahamiyatini ta'kidlab o'tdi. Amerika Xitoyning Osiyo Tinch okeanidagi ta'sirining kunsir kuchayishiga qarshi turish uchun rayondagi davlatlar bilan ittifoq va hamkorlik munosabatini taraqqiy qildirish tirishchanligini davomlashtirmoqda. Amerika prezidenti Jo Bayden bugun Hindistonda o'tkaziladigan 20 davlat guruhi boshliqlari yig'inidan keyin Vyetnamda rasmiy ziyoratda bo'ladi. Mo'ljallanishcha, ziyorat jarayonida ikki davlat munosabati universal strategik sheriklik darajasiga ko'tarildi ekan. Turkiya davlat raisi Recep Tayyip Erdo'g'an Hindistonning poytaxti Yangi Dehlidagi 20 davlat guruhi rahbarlari boshliqlari yig'ini jarayonida ko'plagan ikki tarafli uchrashuvlarda bo'ldi. Erdo'g'an ilgari keyin bo'lib Yaponiya, Arab Birlashma Xalifaligi, Braziliya, Koreya va Germaniya rahbarlari bilan ko'rishdi. Erdo'g'an yana 20 davlat guruhi rahbarlari bilan birga Mahatma Gandining maqbarasini ziyorat qildi.